Miyada yomon fikrlar deysizmi? Miya siznikimi? Meniki bo'lsa menga qaytib bering. O'zingizniki bo'lsa o'zingiz tozalang. Uni men tozalab bera olmayman. U masalan idish bo'lsa ekan, shunda olib fikr bilan yuvib fuk berib yuboradigan. Miya o'zingizniki. Uni faqat o'zingiz tozalaysiz. Ertalab turganingizda o'sha yomon fikrlarni sizga xo'jayingiz aytadimi? Masalan, "Davay, ertalab turasan, sразу yomon narsa o'ylaysan." Deb o'ylab olmayman senga. Bu tezroq yomon narsa o'yladi desa qo'rqqaningizda, "Bo'pti dadasi" deb turib yomon narsa o'ylaysizmi? Yoki qaydana turadi boshingizda. "Yomon narsa o'ylaysan. Bu meni kelinsan" deb. O'zingiz o'ylaysiz-ku. Ertalab turasizda, o'zi turganingizdan yomon narsalarni o'ylaysiz. O'ylamang. Ertalab turganingizda ko'zingizni oching deb minnatdorman deng. Minnatdorman olam deng. Olam meni yaxshi ko'radi. Olam menga boylikni uyib to'kib beradi deng. Men shunday qadrlayman deng. Shunaqangi qadrlayman, meni hamma yaxshi ko'radi. Qarindoshim ham, oilam ham, bolalarim ham, qaynonam ham, qaynotam ham, erim ham mana shunday qadrlayman men deng. Olam uchun qadrlayman, Global Trend uchun qadrlayman, YouTube uchun. Men bilasizmi nima deyman? Hozir mana qanaqa deyman. Men YouTube uchun qadrlayman, Instagram uchun qadrlayman, O'zbekiston uchun qadrlayman, Qozog'iston uchun qadrlayman, Global Trend uchun qadrlayman. Minnatdorman Global Trend, minnatdorman YouTube, minnatdorman Instagram, minnatdorman O'zbekiston, minnatdorman Qozog'iston. Voy, mencha yomon narsa o'ylashga vaqtim yo'q. Siz qanaqa yomon narsa o'ylaysiz? Men вообще vaqtim yo'q yomon narsa o'ylashga. Ertalab turganimdan kechgacha borku, men только minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman. Men qadrlayman, men qundalaman, meni yaxshi ko'radi. Menga olam boylikni uyib to'kib beryapti. Представляете? Menga olam boylikni haqiqatan uyib to'kib beryapti. Потому что men bunga loyiqman. Men bunga ochiqman. Mana shu gaplar aytavering. Bu gapni oxiri yo'g'u aytaman desangiz. Siz esa o'tirasiz ertalabdan kechgacha eringiz o'ylaysizmi, o'g'lingiz o'ylaysizmi, yoki bir hafta oldin kimdir sizga bir yomonlik qilgan bo'lsa, o'shani kechira olmayapman. Masjidimda qolib ketgan deb yurgan bo'lsangiz kerak-a. Hayotingiz o'tib ketyapti-ku, baraka topib. Hayot o'tib ketyapti-ku, yashang.